Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kabbot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi demoqchi edim. Tushunmadim. Qanaqadir kuchuk akiladimi? Qayerda ekan? Tashqarida kuchuk akilyapti ekan. Voy, Shoqi yaxshimisan? Ha, yaxshimisan? Mana bu kuchugimni ko'ryapsanmi? Ha, ko'rib turibman. Bu kuchuk yangi onlimi bu kuchuk edi. Yo'q, bu kuchuk bilan anchadan beri qadrdonmiz. Qisqasi, buni bitta kishilar olib ketish kerak. Ha, yaxshi kuchuk ekan. Nima uchun? Qaysi kuchukni olib ketish kerak ekan? Короче, kuchuklar qishlog'iga ketmoqda. Nima? Kuchuklar qishlog'i nima haqida gapiryapsan? Tushunmadim. Sen eshitmaganmisan? Bu kuchuklar qishlog'i bo'ladi, faqat kuchuklar kiradi, qolganlar kirishi mumkin emas. Короче, o'sha yerda ba'zi qilib o'yin qaroqlar qilib o'yin o'ynaydi, ba'zi qiladi, zerikmaydi. Men uni har oy olib boraman o'zi bilsang agar. Rostdanmi men bilmagan ekanim. To'g'risini aytsam bilmadim. Menimcha to'g'ri fikr. Ha, agarda kuchuklar qishlog'ini lekin eshitmaganman. Rostdan eshitmaganmisan? Qanday qilib? Bilmadim, balkim kuchugim yo'qligidandir, mayli. Xo'p, nima bo'lganda ham obunachilarni qaranglar, ko'rishingiz mumkin. Kuchuklar qishlog'iga etmoqdaman deydimi? Juda ham g'alati. Umuman ishonmayapman-da, borib. Umuman вообще ham tekshirib ko'rishim kerak. Kuchuklar qishlog'i. Vau, obunachilar agarda kuchuklar qishlog'i bo'lsa, вообще juda ham qiziq bo'lsa kerak. Bilmadim. Xo'p, qani qishlog'idan so'rayman desam, qishloq ham ketib qolibdi. Oh my god. Mayli. Bu bo'lganda ham qishloq ketib qolgan, ya'ni o'sha ketib qolmagan. U Короче, kuchugini berib yuborgan. Mayli, qani kuchuklar qishlog'i deb qidiraychi. Okey. Xo'sh. Qani ma'lumotlar topaychi qani. Xo'sh. Yaxshi. Voy, obunachilar, qaranglar, bu rostdan ham rost ekan. Вообще boru, haqiqatan rost ekan obunachilar. Вообще men hayronman, buni qaranglar, kuchuklar qishlog'i bor ekan. Вообще juda ham chiroyli qishloq ekan boru. Вообще men 5 ketdim boru. Mayli. Bu bo'lganda ham qani ichkariga kirib bir o'yinlarni bir ko'rib ko'rishimiz kerak. Qishloqda obzor qilish kerak demoqchi edim. Voy, men kuchuklar tishlar ekan, kuchuklar. Esladim, qishloqqa aytdim. Faqat kuchuklar kira oladi bu yerga degandi. Ha, endi tushundim. Oh my god, obunachilar, bo'lmasa hozir bizga menga juda ham zo'r fikr keldi obunachilar. Kuchuklar umuman bilmaydi, lekin juda ham zo'r qishloq ekan obunachilar. Qaranglar, hozir yana kirsam, menimcha tishlaydi desam, mana bu yerda bor ekan kuchuk. Voy, bu yerdan qochish kerak. Mayli, obunachilar, hozir ko'rasizlar qanaqa fikr qilishim, ya'ni boyagi fikrimni aytmoqchiman obunachilar. Ya'ni biz hozir kuchuk qiyofasiga kirishimiz kerak. Menimcha juda ham zo'r fikr obunachilar. Kuchuk qiyofasida, misol uchun Kampot vov deb yuramiz-da obunachilar. Mayli. Bo'lmasa, hop, bo'lmasa ana yerlardan asta ketaman-da. Buni qaranglar, kuchuk rasmi, ya'ni kuchuk boshimi, bilmadim, g'alati. Xo'p, mana obunachilar, vov. Kampot vov, короче, obunachilar, men ko'rishingiz mumkin. Men hozir kuchuk tilda gapirdim. Vovdir, jar, durt, oppa, oh my god, nimadirlar dedim hozir. Buni o'qimaymiz, e'tiborga olmaymiz. Va lekin juda ham chotki, modniy kuchuk bo'ldim. Вообще obunachilar. Voy, oh my god. Xo'p, mayli. Men ko'rgan ular bor. Oy, men qaranglar, bu juda ham boy kuchuk ekan deydi. Qaranglar, dumimni. Lek qilib yurishimda. Mayli. Obunachilar, agarda sizlarga ham shunaqa kuchuk kostyumlar kerak bo'lsa, meni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizga ham kuchuk kostyum kerak, bizga ham shunaqa qishloqlarga kiraveraylik deb. Xo'p, asta kiramiz, asta. Vov. Yaxshimisanlar? Vov. Okey, xo'p, mayli, menga indashmayapti. Menimcha mana kuchuk deb o'ylashyapti. Ya'ni tegishmayapti, indashmayapti deyapman o'zimni shevamda. Ya, okey. Xo'p, qani obunachilar, qani ko'raylikchi. Mana bularni ko'ramiz. Okey. Xo'p, birinchi o'rinda qaranglar, juda ham zo'r katta bino bor ekan mana bu yerda. Вообще zo'r ekan, qaranglar, juda ham zo'r kattaligini qaranglar, вообще zo'r ekan. Okey. Xo'p, ana endi keyingi uy, mana bu yerda nima uchun eshik qo'yilgan ekan? G'alati, bir ko'rish kerak ekan eshikda obunachilar. Nima uchun eshik qo'yilgan? Bu yerda esa o'yin o'ynash uchun yerlar bor ekan. Juda ham zo'r. Qani birorta o'yinni o'ynab ko'rsam, menimcha вообще juda ham xursand bo'lib ketyapman. Sababi men bilasizlar, juda ham o'yin qaro kampotman, bilsanglar agar. Wow deydiganlar bo'lsa, okey. Xo'p, men qarang, narvon ustiga chiqib olamiz. Oppa, voy, malades. Bu yerda kuchuk bo'lsa, oyog'ini sindirishi aniq bor-ku. Okey. Xo'p, men qarang. Oppa, ne Amerika, Yevropa. Oppa, mana bu yerda sapamcha parkur. Kuchuklarga menimcha bu yerda parkur o'rgatsa kerak. Вообще chotki, lekin вообще 5 baho. Lekin nima bo'lganda ham obunachilar, qolgan yerlarni ko'rishimiz kerak. Menimcha bu yerdan ancha zerikdim. Xo'p. Menimcha hozir bizlar, oh my god, mana yerda kuchuklar sakrayotibdi. Bu yerda esa, obunachilar, bu yerda suv ichilar ekan. Okey, lekin men ichmayman bu suvni, juda ham kuchuk ichgan chunki. Sen kuchuksan deb,
Yaxayman qaraylar. Oppa Gangnam Style. Yana Короче, nima demoqchi edim men? Kuchuklar ichganda ichmayman. Kuchuksan o'zing deydi kelib. Uyimni qaraylar mani. Mana uyimni mana bunaqa qilib qo'yibdi. Ya'ni mani uyimga o'xshagan yer ovqat yeydigan qilib qo'yibdi. Oh my god, bu yerda tovoqlar bor. Maza qilib ovqatlar yesa bo'ladi. Menimcha juda ham zo'r sharoitlar bor ekan, qaranglar. Baliqlar bor. Yana baliqlar, yana anovlar bor ekan, nima edi? Sushimi? Короче, krabni anovlari, nima edi? Go'shtlari. Okey. Bu meni qo'shnimning uyi, to'g'riroq qo'shnimning uyi shunaqa qilingan ekan. Menimcha qanaqadir qiziqarli narsa yo'q. Bu yerda esa obunachilar buni qaranglar, butalarning borligini вообще o'ynagim keladi deb butalarga obunachilar вообще juda ham qiziqaman. Okey. Davay, qanaqa let's go. Hop. Obunachilar. Hop, mayli, juda ham ko'p o'ynavordim. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p bo'lib bu yerdan qochamiz. Hech kim ko'rmadi. Sen ham ko'rmading meni. Okey. Bu yerda kim bunday qilib qo'ydi, kim bunday qilib zo'r zadni salto olgan bo'lsa, o'sha. Короче, mayli. Bu yerda esa hovuz bor ekan, juda ham zo'r. Bu yerda esa basseyn obunachilar. Oh my god guys, bu yerda basseyn bor ekan, juda ham zo'r basseyn bo'lsa kerak. Obunachilar bu yerda sakrab maza qilib o'ynasa bo'ladi. Ya'ni bassenda aylanib suzsa bo'ladi. Itlar uchun basseyn, даже meni uyimda basseyn yo'q, даже bizning qishloqda basseyn yo'q. Lekin itlar uchun oh my god, bu boshing chiqib qopti. Oh my god, mayli obunachilar. Nima bo'lgan deb juda ham menga yoqmoqda. Bu itlarga o'xshab, короче, o'zimni qilib tashladim. Siltanib, короче, shunaqa qiladi-yu itlar. Bu yerlarda nima bor ekan? Bu yerda qishloqlar bor ekan, g'alati. Xo'sh. Faqat odamlar kiradi shekilli. Tushundim. Menimcha ular nazorat qilishadi menimcha mana bu itlarni. Okay, I understand now. Okey, xo'p, bu yerda-chi, bu yerda merda uyiga, ya'ni yaxshimisa, yaxshi yuribsanmi? Wow. Okey. Xo'p, bu yerda esa obunachilar faqat uxlashsa kerak, dam olishsa kerak. Okey. Xo'p, yaxshi. Ana endi obunachilar, men o'zi boshda yaxshimisizlar? Xo'sh. Qani juda ham yaxshi ekan, juda ham zo'r ekan. Hozir senga ovqat beraman. Voy, menga ovqat bermoqchi bu. Wow. Voy, menimcha xohlayapti choqqa ovqatni. Hozir ovqat beramiz. Nima, ovqatni ol, xo'pmi? Juda ham zo'r shirin. Nima bu? Yo'q, men buni yemayman. Qaranglar, juda ham jirkanch narsaligini. Yo'q, men yemayman. Bu nimaga bu o'zini bunaqa tutyapti? Bobik bos deyman hozir yomon bo'ladi. Bo'l, buni yemasam bo'lmaydi. Majburman da voy, black. Wow. Ana, senga yoqdimi? Juda ham zo'r ekanmi? Ketay olimdan. Wow. Seni boshingga вообще bor. Juda ham yaxshi. Suv kerak вообще. Obunachilar. Bilaman, videoni boshida mana bu suvdan ichmayman degandim. Afsus, majburligimdan ichdim. Jenarson. Mayli, nima bo'lganda ham вообще yo'qolib boshingdan qolsin sallani. Vash asamga o'ynaganini qaranglar, obunachilar, juda ham yomon. Xo'p, mayli, bu yerda esa batutlar bor ekan. Oh my god, bu yerda batutlar. Go, yaxshi. Giradigan. Вообще chotka obunachilar. Вообще 5 baho ketdim bu yerda bor. Вообще zo'r ekan bu yer. Yaxshi. Davay, sakra. Juda ham zo'r ketmoqda obunachilar. Sizlarga yoqmoqdami? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun, men kuchuk bo'lib bu yerda mana endi obunachilar, endi sizlar uchun shu kuchuk kiyimini kiyib, короче, ana shunday qildik-da obunachilar. Mayli, biz sal sakraverlaring, zerikib ketdim. Oh my god, obunachilar, qaranglar, juda ham zo'r sakraganini. Juda ham baland sakrayotgan, qaranglar, men ves anolaga yetyapman, bor osmonlarga, stratosferadan chiqib ketaman. Yardim boki, to'g'risini aytsam, bolalar geografiya anolarni o'rganmaganman. Voy, chiqib ketdim. Menimcha nima uchun bu yerda o'ynamayotganlarini bildim. Hop, stratosfera, meratosfera, короче. Yo'q, buni men chotki bilaman, просто kuldirish uchun shunaqa deyapman. Stratosfera mana atmosfera degan narsalar bor. To'xtanglar, mana bu eshikni ko'rsatmoqchi edim men sizlarga. Eshik nima uchunligini hozir bilib olamiz, obunachilar. Hop, bu yerda obunachilar, tushunmadim, bu yerda faqat go'shtlar bor ekan, juda ham ko'p, barchasini ye. Oh my god, obunachilar, bu yerdan asli ketish kerak. Yaxshi qolinglar, hamma go'shtlaringizni yedim. Baribir biri tushunmaydi odam tilini. Juda ham zo'r obunachilar. Vashi bularni go'shtlarni yeb tashladim. Lekin obunachilar, menga eng yoqqan narsa hozir bu yerda. Mana bu itni kallasi bo'ldi obunachilar. Juda ham zo'r ekan obunachilar. Faqat bilmadim, bizni itimizni boshiga birga bir ishlashgan ekan. Вообще it qishlog'i bor ekan obunachilar. Agarda sizlarga shu videorolik yoqqan bo'lsa, obunachilar, bizda
Mushuklar qishlog'iga ham boramiz. Ha, obunachilar, to'g'ri eshitdinglar, mushuklar qishlog'i. Mayli, mushuklar qishlog'i ham menimcha juda ham zo'r bo'lsa kerak. Hop, mayli, bo'lmasa o'zim hozir kostyumlarimni yechib tashamasam, umuman bu kostyum juda ham qichitib yuborar ekan, boru. Men ham derdim. Mayli, obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha obunachilar, xayr. Vo.